kelin olganimdan keyin endi u yog'idagi muhit bilan bu yoqni muhiti orasida ancha farq bor. Endi ertalab ishga chiqib ketamiz, kechqurun boramiz. Ungacha endi kelin ovqatlarni qilib, nima qilib qo'yadi. Xuddi sankadek tepamda bir marta turdi, ikki marta turdi, uch marta turdida endi. Xijolat bo'lmasin deb indamadim boshda. Kelganin akim. Kelin dedim. Azizaxon, agar nima bo'lsa o'tiring dedim. Desam, yo'q Ayjon, sizga bir narsa kerak bo'lsa olib beraman deb turibman-da, keyin o'tiraman dedi. Voy Xudoyim, bundoq qilsam qo'lim yetadi, o'tiring dedim. Desam, ha mayli deb bundoq qilib usta nima yonimga ililibgina o'tirdi-da, keyin bundoq qildi. Ha, nima kerak dedi-da. Ko'zlar qibib turibdi-da, aytamki, voy ular Azroilmanmi deyman. Aytam, muncha menda yo'q qaynonalar shunchalik hayiqisharmikan deyman-da. Men hech qaynonam bilan o'rtoq bo'lganman-da. Yo, san'atkor bo'lganim uchunmi? Voy, biram endi nima qiladi-da, kelinda. Xijolat bo'ladi-da, yana unda unutib, nimaga deydi. Voy, anaqa borib kelsam maylimi dedim. Buncha baxtlisiz, bunaqa kelinlarni orzu qilishadi, Maslipa, bilasizmi? Yo'q.